9. Yaxshilik qilishning madhiysi va foydasi aytiladi. Agar xalqqa hukmronlik yurgizadigansan, barliq so'z harakating bilan yaxshilik qil. Yigitlik o'tib ketadi. Tiriklikmi tugaydi. Sen bu tush kabi dunyodan tezli o'tib ketasan. Hayotingni sarmoya qilki, uning foydasi yaxshilikdir. Bu tangli oxiratda yaxshi yegulik va kaygulik bo'ladi. Kishilarning yaxshisi nima deydi? Angla. Nafas elib yuradigan jonliqlar oxiri o'lgusi. Nazar sol, dunyoda ni arlar tug'ildi. Ular bir muddat hayot kechirib, oxiri o'ldi. Mayli bag, mayli malay yoki yaxshi yomon bo'lsin, o'zi o'lgan bo'lsa, iz nomi qoldi. Endi bu o'rin navbatida sana tegdi. Hammadan avval yaxshilik qil, yaxshi bo'l. Tirik odam oxir o'lgusi va yerni to'shak qilg'usidir. Qara, kishi yaxshilik bilan o'lsa, nomi hayot qoladi. Ikki turlik nom tilloda yashaydi. Biri yaxshi nom, biri yomon nom dunyoda qoladi. Yomon so'kish oladi, yaxshi maqtashga erishidi. O'zingga qarab ko'gin, qaysisini xohlaysan? O'zing yaxshi bo'lsang, noming maqtaladi. Agar yomon bo'lsang, so'kilasan, ay pok kishi. Pas Zahhak nima uchun so'kishga loyiq bo'ldi? Baxtlik Fridon nima uchun maqtaldi? Biri yaxshi edi, uni maqtashdi. Biri yomon edi, uni so'kishdi. Sana yomonlik loyiqmi yoki yaxshilikmi? So'kishni xohlamsan yoki maqtashnimi? Qaysisini xohlasang birini tanla. Tanlig'ining yaxshi bo'lsa-mi, yomon bo'lsa-mi, keyin o'kinma. Tajribali kishi buningga bir tamsil so'z aytdi. Tajribali kishi el-yurt ishini biladi. Kishi yaxshi nom bilan olqishga erishadi. Yomon nom chiqarganlar o'lganda qarg'ish topadi. Yomonlik qilganlarni ko'p sinadim. Kunlar o'tgan sari kuchdan uzildi. Ey bilimli kishi, qanchaki kuzatsam, yomonlarning ishi ilgari bosmadi. Yomonlik bir o'tdir. O't ko'ydiradi. Yo'lida o'tishga bo'ladigan kechik yo'qdir. Bizdan ilgari o'tganlarga qarab ko'rsak, mayli qari xalq, bag yoki dunyo so'rig'ichi bo'lsin, bularning qaysisi bilimga erishgan bo'lsa, ular zamon va dunyoni qo'lida tutoladi. Dunyo baglarining qaysisining bilimi bo'lsa, yaxshi qonun turg'izdi. O'ldan kishilardan bo'ldi. Bugunmi kimiki yaxshi deb atalgan bo'lsa, eng avval shular yaxshilarga bosh bo'ldi. Qaysi bek dona bilimga yaqin bo'lsa, u bilimli kishilarni o'ziga yaqin tutdi. U qo'liga olgan har bir ishni diqqat bilan ishladi. Ilmini ishqa silib xalqni boshladi. Elini tuzatganlikdan xalq beyidi. Xalqning boyligini o'ziga qo'rg'on qildi. Sexiy deb otilib yaxshi nom chiqargan, sexiy odam o'lsa, uning nomini tirik deb bil. O'lishni bilib o'ziga hozirlik qilganlar tiriklar uchun nomini kitobga putib qo'ydi. Bugun kim uni o'qisa bilimga ega bo'ladi. Ularga ergishib yaxshilik qiladi. Dunyoda bilimdan aziz yana nima bo'lsin? Bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir. Dunyoda ko'p narsalarni sinab uzun yashagan bilimli kishining nima deganligini angla. Bilim sizga to'rdan o'rin tegsa, qarag'inki, to'r paga bo'lsa to'r hisoblanadi. Agar donoga pagodan o'rin tegsa, bu paga to'rdinmi yuqori bo'ladi. Bunchilik qadr-qimmatning hammasi bilim uchundir. Dunyoda uning o'rni mayli to'rda yoki pagoda bo'lsin baribir. Qara, bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag,
biri dana. Bular insonlarning boshlamchisidir. Buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla. Xohlasang bu tarafda tur, xohlasang u tarafda. Sen qaysi tarafda turasan, menga ochiq ayt. Ikkidan bir tarafida bo'l, uchinchisidan qoch. Biri qo'liga qilich elib xalqni idora qiladi, biri qalam elib yashash yo'lini ko'ztadi. Ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi. Bu meros kimning qo'liga tegsa, yuqori o'rladi. O'likdan tirikka meros qiladigan narsa so'zdir. Meros qolgan so'zni anglasa, uning ko'p foydasi bor. Aniqki, bilimsiz bir qarg'udir. Ey ko'zsiz qarg'u, bir o'lish bilim al. Kishi ko'rki so'zdir. So'zning turi ko'p. Yur ey tilim, yaxshi so'zli kishini maqta. Buningga taqlidan turkcha bir misol keltirib, buni shuningga o'xshatib so'zladim. Aql ko'rki tildir, tilning ko'rki so'z. Kishining ko'rki yuzdir, yuzning ko'rki ko'z. İnsan so'zini til bilan so'zlaydi. So'zi yaxshi bo'lsa, yuzi yo'riq bo'ladi. Nazar silinsa, bu turk baglari jahon baglarining yaxshilari edi. Turk baglari ichida nomi mashhur bo'lg'ini Saodatman To'ng'a olib edi. Yuqori bilimi bilan fazilati ko'p. Bilimlik, aql farosatlik xalqning xili edi. U ajoyib xil, yaramliq, jasur edi. Dunyoda zerak arlar jahon so'radi. Tojiklar uni Afrasiyab deb ataydi. Bu Afrasiyab ko'p ellarni talab boshqurdi. Noiti ko'p fazilat, aql, bilim kerakki, jahon so'rig'ichi ondin jahonga qo'l sunsin. Tojiklar buni kitobda yozdi. Kitobga yozmagan bo'lsa, uni kim biladi? Jasur, botur kishi noiti yaxshi aytgan. Jasur kishi chegish tugullarni yeshidi. Jahon so'rash uchun ming turlik fazilat kerak. Qulanni besish uchun arslan kerak. Jahon so'rig'uchiga ming tuman fazilat kerakki, uning bilan al yurtni so'raydi va tumanni suzildiradi. Jahon so'rig'uchi qilich urib dushman bo'ynini kessin. Qonun bilan eli va xalqini tuzsin.